Hi everyone, welcome to the Language Training Center, New Concept English Video Classroom. And today we will learn New Concept English Book 2, Lesson 20. Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün hem şu yeni İngilizce ikinci kısım 20. dersine öğrenmekçi. Andaqda ders başlaştım burun biz şu aldığımız dersimizde, derslerimizde sözlengen bazı mühim boğan noktalarını bir qetim tekrarlab etgandan keyin onun ekan ikinci nima kelsak. Xo'sh, amsa ma so'zlarni o'zinglar bir tepaqinglar, qaranglar. Okay, so if you want to have a drink, you will probably go to okay. Agar sizning bir narsa ichgingiz kelib qolsa, masalan wine or beer or some water or something, so we will probably go to siz balkim naga borasiz? Naga? You may go to, or you will probably go to pub. Okay, pub. And the pub deganimiz nimasi arkadaşlar? Public house degandan keyin nimasi qisqartirilmasa. Demakchi mayxona. Mayxona. Shunami? Okay, hamda ikkinchisi qarasang nima? If you have a pub, you are, agar sizningki bir mayxonangiz bo'lsa, sizning bo'lsa vaqtda, you are the landlord. Demek siz aşınınki igisi. Landlord. Aş dükkanın igisi. Yaki uyinin igisi. Alright, look at the number 3. You know, before you leave the pub, you have to pay. Muş mayxandan şu yap bo'lgandan keyin tamaqingizni yap bo'lgandan keyin mishaga ayrılishdan burun nimin to'lishingiz kerak? You have to pay the bill. Okay. Bill degan hisobot. And the pay the bill deganimiz hisobot qo'yish. Yoki shuniki tamaqning pulini to'lash degan gap. Pulini to'lash. Nima? Pay the bill. Bill. Okay. All right. Next one is number 4. You know, before you go into the movie theater, you have to go to agaramda shu kinoxonaga kirishdan burun siz nega berishingiz kerak? You have to go to a ticket office. Okay, and the ticket bilet office. Demek shu bilet setish o'rni shnami? Yoki bilet ishxonasi. To buy the ticket. Qanda bilet setib olgan borsiz, shunami? Demaganda ticket office, bilet setish ishxonasi, bill deganimiz hisoboti yoki taloni, landlord, dukanning egisi yoki uyning egisi, pub. Okay, pub. Okay, hamda qaranglar, hamma resimlariki birinchisi nima? Is hurry. Okay, hurry, night, oldirab, soldirab, shunami? Hey, hurry up. And the hurry up bo'lsa nima desangiz? Hurry up. Chapsaroq bo'ling. Tezroq bo'ling, shunami? Hurry up. Okay, and the keyingizcha return. Okay, hamda bilet olgan biletni yana keyin qaytarib bersangiz nima bo'ldi? Bu return bo'ladi, Return deganimiz nima? Qaytarma. Return. Okay, what about this? Exclaim. Yuqori ovozda qanday qilish? So'zlash. Yuqori ovozda gap qilish. What about that? Okay, sadly. Okay, bichara poor cat looks so sadly. Bek ko'ngli yerim parishon ko'rindi. Shunami? Demak, hurry, return, exclaim, keyingisi nima? Sadly. Okay, sadly. Sağlaşta qaranglar. Hamda bu shariki biz oldingi darslarimizda shu have-niki grammatikalik ishlatishda to'xtalgandik. Masalan, shu vaqtlarni farqlantirishda bo'lab bo'lgan ikki ish yoki ikki harakatni farqlantirishda qanday qilmaymiz desanglar, birisiga ko'chuvangchani ishlatdik. Shunami? O'tgan, putgan zaman. O'tgan zaman degan o'tganning o'tgini. Demakchi, o'tgan zamonda ish kuch yuz berdi. Bunun birisi burunroq tutib bo'ldi, yana birisi qanday desanglar keyin bo'ldi. Demak, ikkalasi o'tgan zaman, birisi o'tganning o'tgini. Masalan qaranglar, after I had lunch at a village pub, I looked for my bag. Okay. Endi bu yerga
birisi somkamni izledim. Yana birisi tushlik tomoq yedim. Demak, hamda tushlik tomoq yeyish bilan somkasini izlashi qaysi biri yuz berdi, qaysi keyin yuz berdi degan ma'noga diqqat qilsak nima deysanlar? After I had lunch at a village pub. Demak, hamda men shu yizininki bir meyxonada tomoq yegandan keyin avval gap bo'ldi, shunami? Men gap bo'lishdan iborat bu shirkat tamomlab bo'ldi. Nimadan burun? I looked for my bag. Men somkamni izlashdim burun. Demak, avval izlab, keyin qanaqa qildi desam, yo'q, avval tomoq yeb bo'lib, keyin izladi. After I had lunch at a village pub, I looked for my bag. Okay, and did you have a good meal? And the yerga have yemek, ichmak, shu eat bilan o'xshash. Did you have a good meal? Naytdi Xeli bir obdan tamaq yedingizmi, obdan g'izo aldingizmi? Yoki shu bir g'izoyingizdan bir zo'q oldingizmi, bir huzur oldingizmi? Nayt bir tetidimi tamaq biz deb qo'yamiz-ku hamda. Voy tamaq xeli bir tetidimi? Masalan, mehmonlar chaqganda, did you have a good meal? Voy tamaq bir tilinglarga tetidimi degandek. Endi shu bir nima so'z edi, sanlar bir so'z. Yes, but I can't pay the bill. Okay, biroq men qanaqa qilmayman? Hisobot qilmayman. Nima? I haven't got my bag. I have got deganimiz bor. Yig'ishtirishda I haven't got my bag. Demakchi mening somkam yo'qdirdi, somkam yo'q. Degan gap bo'ldi. Xo'sh, endi mushlarga qarab baqsaq savodashlar, mush have bilan keladigan bir necha so'zlar bor. Masalan, have a walk. A walk degan piyoda ma'noq emas, ma'noda have a walk bo'lsa, sayl qilmoq. Masalan, bog'chalarga chiqib, yo'llarga chiqib, bunda piyoda sayl qilish degan nima deymiz? Have a walk, okay, have a walk, and have a shower, okay, and have a shower. Xo'sh, and shower deganimiz nima desanlar? Shower deganimiz nima desanlar? Munchuq tushmak. Aratima shower deganimiz ma'lum mustamanda suv sharaqlab yan bo'yaqanday tushirganim bo'lsa, have a shower deymiz. Agar hamda vannig'imda o'zab Baygo'jamildek chisanlar nima? Have a bath bo'ladi. Okay, bath degan neyimiz? B-A-T-H. Bath. Janona, have a bath. Okay, hamda paranglashaylik bo'lsa, have a talk. Okay, have a talk. Okay, hamda bu yerga have a talk. Paranglashaylik. Shunami? Va bir oramalaylik. Hamda bu yerda tamoq chekin. Have a cigarette. Have a cigarette. Bir tal tamoq shnama. Have a rest. Dam olaylik. Tanaffus qilaylik. Shnama. Have a rest. Have a rest. Shnama. Have a rest. Have a rest. Demek ki şu have bilen nurg'un ma'nosi va savolashlar. Demek yemek, ichmak, armanmak, o'qimak, nayt ko'p. Have'ning keyindan nima? Bir ism. Have a walk, have a talk, have a rest, have a shower, have a cigarette. Have a cigarette degandek. Okay. Xo'sh, bizningki oldingi darslarni takrorlashimiz mushagich bo'lsin. Hamda bugungi dars lesson 20, a man in a boat. One man in a boat. Qayiqdagi bir odam. Okay. Qaranglar, birinchi so'z nima ekan? Fishing. Okay. Xo'sh, hamda fish deganda u baliqlar bo'lgan ekan. Hamda fishing deganimiz nima? Okay, fishing baliq tutish resimda ko'rib tura olasizlar, shunami? Okay, hamda interested in. Kim qiziqar ekan mana? Do you interested in fishing? What about you? Do you interested in fishing? Baliq tutish qiziqamizlar bolalar? Okay. Yaxshi. Ammo shu tadqiqotlarga asoslanganda shu baliq tutishga qarab odamlar qanday nihoyatda savarchan kelgan. Hamda shaxsan men qanday desanlar, shu baliq tutish bilan ancha xo'sham yo'q. Hamda bu odamninki qiziqish o'xshamaydi emasmi? Nima desanlar, bir ishni nihoyat bir qivetmigicha bo'lib qolmaydigan bir xo'yim bor-ku. Lekin hamda buning narxi ortiqchilik bo'ldi va albatta yetarsizliklar bo'ldi. Demak hamda shu odamlar har xil shu o'xshamaganlik uchun bu dunyo go'zal shunami hamda. Demak interested in, masalan, I am interested in fishing. Okay, men baliq tutish qiziqman. Personally, I don't interested in fishing. Okay, I'm not interested in fishing. Shunami? Men baliq tutishga qanaqa qilmayman, qiziqmayman.
Okay, what about like, a man is interested in fishing. Demekçe, the man likes fishing degan gap bo'ldi. Xo'sh, aniqda bugungi darsimizda bir odamninki aytdi, shu baliq tutish deganga aytdi. Havasi bor, qiziqishi bor ekan-ku. Endi shu odamninki hikoyasini bir anglab boqamdiq. Aniqda shu yangi so'zlar qarab boqaylik. Qaranglar. The fisherman with boots caught a big fish. Okay. And the fisherman baliq tutquchi, baliqchi, shunami? Endi baliqchi with boats, with degan bilan billa, shunami? Demakchi yo kiyib olgan, yo shuning bilan ustir bor, shunami? With boots. Endi men yerga boot. Boots deganimiz qarasanglar, nima dersanglar o'tuk. Boots deganimiz nima dersanglar? O'tuk. Endi kichik vaqtlarimizda oy meni bootsim deydik-ku. Bootsliqat oyog'ini bunday qo'nji bor. Boots deydik-ku endi. Bu nima? Boots, o'tuk degan gap. O'tuk degan shikpoy keldi emasmi? Shunga keyingi men asqatilgan yeri bor. Boots. Nima with boots demakchi? U qanda o'tuk kiyib olgan nima? Baliqchi. A big fish, yo'g'on bir baliqni qanday qildi? Tutdi. Xo'sh, hamda fisherman. Fish, baliq, fisherman, baliqchi. Fisherman, demakchi baliq tutgan odam. Shunaqa hold something. And hold something degan emas, shu catch something. Shunga yana bir nima o'rgangan u? Catch. Catch. Shunami? Demak catch degan tutung degan gap. Endi catch a fish. Bir baliq tutmoq. Buning o'tgan shakli caught. Catch, caught. Nima? Catch, caught. Demak endi shunga the fisherman with boots caught a big fish. O'tki olgan o baliqchi yo'g'on bir baliqdan birini qanday qildi? Tutdi. Catch, tutmoq. Boots, o'tuk, fisherman, baliqchi. Qaranglar. Bu resim qarasanglar nima? Are they going to climb over the wall? It's a waste of time. Okay, qaranglar. Ular ham tam yağmış o'tibdimi? Yağmışıptı chiqolmabdi. Yağmışıptı chiqolmabdi. It's kind of what? It's a waste of time. Okay. And ular tam yağmışmoqchi. Nima desanglar? Climb over the wall demakchi shu tomdan olqimoqchi. Nima? It's a waste of time. Okay, endi shu yerga waste. Diqqat qilinglar, waste. And the waste deganimiz nima? Desanglar shu isrof qilmoq degan gap, isrof qilmoq. Demak hamda you are wasting your time. Siz vaqtingizni isrof qilyapsiz. Demakchi vaqtingizni behuda o'tkazib o'tib borsiz. Demak hamda unum bo'lmagan ishga bir narsa sarf qilish waste bo'ladi. Masalan, waste of money, pulni isrof qilmoq degan gap. Demakchi don't waste your money on silly things. Save it. And don't waste your money. Pulningizni isrof qilmang. On ustiga. Demakchi money on silly things, not ahmoqona ishlar. Silly. Are you silly? Sen ahmoqma, do'tma. Shunami? Silly things, ahmoq ishlarga, ahmoqona ishlarga save it, saqlang. Demak endi pulingizni bir ahmoqona ishlarga sarf qilmay, qanday qiling? Isrof qilmay, yig'ing, save it. Save it. Yig'ib qo'ying. Yoki bankaga yig'ing, yo uyingizga yig'ing deganda shunami? Waste money, pulni isrof qilish, waste time, nima? Vaqtni isrof qilish. Okay, waste life. Okay. And that sure wasting your time means wasting your life. Demak hamda vaqtingizni isrof qilganlik, naqs o'zingizning hayotini isrof qilganlikdir. Bu to'g'ri endi. Time is life. Life is time. Vaqt degan shu hayot demak vaqt demak. Shunami? Demak don't waste your time, all right? Okay, and the waste on something. Demak waste money on pulni ma'lum narsaga sarf qilmoq. Waste time on demak shu pul, vaqt bir narsani ma'lum narsani ustiga isrof qilish bo'lsa waste bo'ladi. Bu birsini yeydigan oziqlik zanjiri ekan bu. Do you realize that sometimes you are not the hunter? Okay. Siz his qilamsiz, ba'zida siz qanday emas, ovchi emas. Endi men yerki hunter. Balkim siz
Ma'lum jismga nisbatan ma'lum narsaga nisbatan siz ovchi hisoblanasiz. Lekin yana boshqa cho'ngroq narsalar uchun siz o'lji bo'lib qolasiz. Xuddi mana bu rasmga o'xshash bundan keyin nurg'un falsafiy ma'nolarni aytib ko'p. Demak, do you realize siz his qilamsiz that mushuning keyindikisi nimani his qilganligi va sometimes you are not a hunter. Ba'zi siz doim bunda nima emas ovchi emas. Albatta o'ljaga aylanib qolgan bo'lishingiz mumkin. Realize, real degan real degan gap, realize reallashmaq demak his qilmoq. Shuni tunib yetmak degan gap. Okay. Realized deganimiz nima desanlar, tunib yetmak. Masalan, she realized his wish of becoming an actress. U o'zininki bir nima actress, bir ayol artist bo'lish bir orzusining umidining borligini qanday qildi? His qildi. Demak, realized her wish of becoming an actress. Bir ayol artist bo'lish shunday bir umid orzusining borligini qanday qildi? His qildi. Demak, hamda musharika realize deganimiz savolashlar make something come true. Shu his qilmoq. Xo'sh, hamsa abay o'rgangan bu so'zliklarimizni bir takrorlab o'taylik. Hamsa men tutashtirib boqamizlar bolalar. Buningda masalan catch, waste, unlucky, old, realize degandek so'zlar bor ekan. Undan keyin yaraki fish, one important thing, boots and rubbish, fisherman and time. Avval hamsa izleyimizga o'tib vaqt beraylik. Sizlar shuni o'qib, tekstni o'qib, hamsa shuni tutashtirib boqinglar. Boshlandi. All right, finished. Hamsa qaranglar. Catch. Nimani catch qildi ekan bolalar? Catch fish. Yaxshi. And the waste nima? Nima pul bilan nima deganda vaqt, waste money, waste time, shunaqa. Unlucky, odatda buni nimani sifatlashgan unlucky fisherman shunaqa. Yani old boots and rubbish. And realize one important thing. Bir narsani qanday qilish, his qilish. Xo'sh, hamsa tekstimiz kelaylik savolashlar. Avval hamsa shu tekstni bir qatim nihoyatda tafsiliy anglagandan keyin, undan keyin biz nima bir necha tanlash savollar bor. Shuning bir javob bersanglar. Xo'sh, hamsa listen carefully. Lesson 20. One man in a boat. First listen and then answer the question. Why is fishing the writer's favorite sport? Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything, not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always go home with an empty bag. You must give up fishing, my friends say. It's a waste of time. But they don't realize one important thing. I'm not really interested in fishing. I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all. Okay, finished? Good. And listen and choose. Okay, look at the first picture. Fishing is his favorite sport. A. B. Fishing isn't his favorite sport. I say favorite sport mode or isn't favorite sport mode. Nima fishing his favorite sport and the favorite degan eng yaxshi ko'radigan shunami? Olganda mana ikkinchi rasm qaranglar. He never catches anything. He catches something. O hech qanday narsa tutib olmadimi yoki bir narsa tutdimi? Okay. He never catches anything. U hech narsa tutib olmadi shunami?
Okay, and the king's qarsa. Nima? What is his favorite sport? A. Fishing. B. Running. Of course, it's A. Fishing, right? What does he often catch? O adatda nimani tutar ekan? Aymi bimi? Of course, A. Nothing. Okay, I'm bir utuknimi tutib qolmaydi ekan. So, what do some unlucky fishermen catch? Okay, ba'zi bitali mushu baliqchilar nima tutar ekan? Aymi bimi? Qarab olinglar. 1, 2, ready, go. Okay. Boats and rubbish. Shnama? Ba'zi utuklar, axlatlarni. Shnama? So who's less lucky? Texmi talis, yaq talisrak kim ekan? He, the writer. Demak ham nima shu tekstni yozuvchi, demak less lucky ekan. Shnama? Does he ever catch anything? Does he ever catch anything? No, never catches anything. So what did his friend say to him? Okay, never give up. Oy, ergiz voz kechmang, davomliq bering. Pul va tutasiz. Yoki it's waste of time. Animdiri? It's a waste of time. Give up fishing. Qanday qiling? Bu buningdan qo'lingizni yuviting. Voz keching. Tashlating. Deb toshnama. Okay, so is he really interested in fishing? Is he really interested in fishing? Vaqtdan mushu baliq tutish qiziqamda? No, amaliyotda va qiziqib ketmaydi. So what is only thing that interests him? Ammo uni haqiqiy qiziqtirgan birdan bir ish nima? Savodashlar. Sitting and doing nothing. O'tirib hech qanday ish qilmaslik shundaqmi? Demek nihayeti bununki xiyali dünyası qanday ekan desanglar, avak ekan shunami? Undaqda biz bugungi mush tekstimizdagi language focus, intayin muhim bo'lgan bir fokusni bir o'rganib chiqaylik. Undan keyin kelsak. Number 1. Instead of catching fish, they catch old boats and rubbish. Okay. Endi mishara majumada savollar kitobini sizib qo'ysizlar. Ana shuni instead of catching fish. Xo'sh, endi misharaga instead of ning o'rniga degan gap. Demakchi, baliq tutishning o'rniga ular nima tutar ekan? Ba'zi kona o'tiklar bilan axlatlarni. Okay. Nima desanglar? Mushu instead of. Endi qaranglar, siz karavatda yotganning o'rniga abi ishlasınız bo'lmamdi. Ishlashingiz kerak-ku. Nima deymiz bu shuni? Nima? You should be working. You should be working. Ishlashingiz lozim. Instead of lying there in bed. We had a karavat yetib nim qilgacha. Demak, instead of ning o'rniga shnama va bu yotganning o'rniga ishlashingiz kerak-ku. Shnama? Endi nima? It's too wet to go for a walk. Let's go swimming instead. Ama instead deganimizda ayrim kelganda jumlaning oxirida keldi. Demak hamda nima desanglar? Sirtda sayl qilishga big yo'l. Okay, it's too wet. Yoki yomg'irlik yoki nam yo'l shunami? Let's go swimming instead. Uning o'rniga biz suzib kelaylik-chi. Okay, shunami? Bu nima desanglar? Masalan, let's go swimming instead of going for a walk. Desanglar qanday desanglar? Tamamen bo'ladi. Okay, endi bu yerga instead deganimiz ham bu yerda ravish bo'ldi. Ravish odatda keyinda keladi. Va instead of bo'lsa, instead of keyinda nima desanglar? Ism yoki nima desanglar? Domain solat keladi. Domain keladi. Masalan, it's too wet, let's go swimming instead of walking. Mana desanglar qanday asosan bo'ladi. Instead of odatda jumlaning o'tirda, instead degan ayrim kelganda jumlaning oxirida keladi. Masalan, it's too wet, let's go swimming instead of walking. Instead of walking. Instead of walking. Okay, I'm even less lucky. Xo'sh, endi men yerga less lucky. Bu shu less lucky deganimiz ta'lilik savollar. Less lucky deganimiz nima desanglar? Shu kimaytmi demcha. Demak, shuniki kimayt yoki shuning ta'tirmanisiga emas roli bor. Endi bu shu qarama-qarshi ma'no yasaydigan oldi so'z qo'shilg'uchidan masalan on bor. Bu on deganimiz inkor ma'nosi va unlucky. Lucky degan ta'lilik, unlucky degan bitalik.
Uygurca'da mı bi bağı? Mesela bi normal, bi tali, bi adap degandek. Nima? Demek bu şundan o'xshash İngilizce'de on. Mesela onni qo'shqini bo'lgan sifatlar qaranglar. Mesela comfortable, uncomfortable. Demekçi bir rahat, rahatsız, happy, xushal, unhappy. Ko'nglerim. Fair, adil, unfair. Adil bo'lmagan. Fit, birga maskagan yoki sog'lom, unfit, maskanmagan, sog'lom emas. Able, qodir bo'lmoq, unable. Qanday desanglar, qodir bo'lolmaslik. Endi men keyiniga why qaytildigan. Mesela sifatlar, mesela sun deb qo'yamiz. Bu sun deganimiz quyosh, sunny. Ana aytdi quyoshliq. Demekçi aytdi quyosh parlab turgan. Cloud degan nima? Bulut. Cloudy bo'lsa bulutliq sifatga aylanib ketdi. Rain degan yomg'ir. Rainy yomg'irliq. Snow, snowy qarliq. Foggy tumanliq. Funny qizqarliq, ko'klik. Sticky ana chaplashib qolgan shunami? Demak ham bu shu. Keyingi why qatilgan nima bo'ldi ekan savoldoshlar? Sifatlar. Lucky, unlucky. Luck deganimiz ta'limiti, lucky ta'laylik. Sticky chaplashangu. And it's waste of time. And the miyarki it's waste of time. And the it's bilan it is ning kapapini nima desanlar? Bu yerki it's deganimiz hamda shu narslar ko'pinchisi nima desanlar? Shu jonsiz narsalarga almash uning degan gap. Masalan, ishning qalini, no. Debekchilik jo'zining, partining degandekchi. Yoki masalan hayvonotlarga. Masalan, the cat drinks its milk. And bu yerki bir it's degan nima desanlar? Shu ishning o'zining kerak o'stiradi. Demekçi müşük özününki sütünü içti. And washed its ears. Hem de o tilini kanda, yak kulakını kanda kıldı, yalla dedi. Degende işte ama. Yani bir şey it's bilen, it's degenimiz, it is'nin kendimi sersanlık kıskartılmış. Hem de bu itini köstü olanlar, mesela vaktlarını köstü, o havarayını köstü. Ama mesela it is 8 in the morning. Hazır saat 8 oldu. Demek ki it dediğimiz vaktini gösterir, time işte ama. Hem de mesela it's sunny today. O geldi mi yargı etni göstermek havarayı demek weather. Demek ki weather is sunny today. Hava bugün kanda nayeti quyoshliq degandek. Xo'sh hamsa, şu tekstni bir retail qilib baqanda qoldi. Umumisini ko'rib baqali. Mesela fishing is my favorite sport. Bilik tutuş bolsa mening eng yaxshi ko'radigan tanarkitim, tantarbiyam. I often fish for hours. Men odatda bir net saatlab qana qilma bilik tutaman. I always go home. Men doim uyga qaytaman with full bag. Liq bilik qachilangan xolta bilan. Okay. Anda mishariki o'zingni bir o'zgartirish qilganda sometimes I never catch anything. Demakchi my friend says it's waste of time. But they don't realize one important thing. Biroq ular bir muhim narsani his qilmaydi. Yani I'm not really interested in fishing, but sitting in a boat and doing nothing at all. Ular endi intay muhim bo'lgan bir nuqtani isqilmaydi. U bo'lsin nima desanlar, men haqiqatan bu bilik qiziqib ketmayman. Mening endi eng qiziqim sitting in a boat, shu qo'l vaqt o'tirib doing nothing at all. Hech qilmaslikqa. Andaqda shu darsimizdagi shu grammatika nuqtasiga bir qarab chiqaylik savolasdan. Shu grammar focusdan imbaki. Give the correct form of the verb. Qaranglar, shuningki to'g'ri şeklini bir qilib mesela fish is my favorite sport. Bunlar degan olmaydi bu. Nima? Fishing. Fishing is my favorite sport. Bilik tutish meniki eng yaxshi ko'rgan tanaklim. I often fish for hours without catching anything. Hech narsa tutmay odatda bir necha soatlab qanday desanglar bilik tutib ketaman. But this does not always worry me. Biroq bu meni hargiz qanday qilinmaydi, ensitanmaydi. Some fishermen are unlucky.
bazı bilasçılar in time bitali. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. Ularmış bilik tutuşun ornuğa tek ularmış o kona üteklerini hem de ahletlerini tutuyor. I am even less lucky. Ben hatta uladımı kanada tekme bitali. Demekçe ular kırganım kanada sana bitali. I never catch anything, not even old boots. Ben hiç kanada tutmayayım. Hatta bir kona üteklerini. You know, after having spent whole morning on the river, şu bütün ettiğinde nerede küzgendikken, şu derya boyda küzgendikken, I always go home with an empty bag. Men daim öyle bir kruk haltı bilen var mı? You must give up fishing. İşte ama siz yokum balık tutuştan vazgeçişiniz gerek. My friends say it's waste of time. O bir vakit sırap kıyallık var. But they don't realize one important thing. Bırak o in time mühim olan bir noktanı iskimler. I'm not really interested in fishing. Men işte şimdiden ya ki hakiki kızıkırığına nememez fishing balık tutuşamaz. I am only interested in men fakat birden bir kızıkırığın nesem sitting in a boat and doing nothing at all. Kızıkırığına nesem bolsa o vaqt oturab hiç çıkmaslık. Ben at all degen pakatlam degen gap. Xoş. Ansa bugünkü language focus qarapağınla bu bolap musbatlarning ayınca qo'shilgan shakli. Endi bu ayınca qo'shilgan shaklni nima deymiz? Sanlar dominsi deymiz, ha? Dominsi deymiz. Bu nima? Sanlar harakatnam. Demek şu harakatning nomi. Harakatning nomi ham ism qilib ishlatishgan bo'ladi. Ham shu harakat nom olib deyishgan bo'ladi. Masalan, fishing is my favorite sport. Okay, hamda nima arasanlar fishing deganimiz balık tutuş. Demek hamda bu bu nimaga taqilsan shu ism shu. Fishing shu balık tutuş. Hamda pil bo'lgan nima balık tutmoq bo'ladi, tushunaman. Endi men balık tutuş fishing is my favorite sport. Demek ki balık tutuş bo'lsa nima arasanlar meningki nima eng yaxshi ko'radigan tan harakatim. Endi bu ham ismga tang ham pillik ma'nosi qanday arasanlar o'z ishiga oladi. Shunday bir xususiyat bor arkadaşlar. Endi buningki şu ayınca qatilgan shakli doing shakli. Endi aratik shakli ma'nosi doing. Okay, endi mashanda mention bo'lsa ma'nosi having done. Okay, endi beydon holat bo'lsa being done. Endi qarab boqinglar. Buni ishlatilishi. Adatda bu doing harakat namni bildirsanlar igi bo'la oladi. Masalan, washing the car makes him dirty. Demak, endi washing doing bo'lish nima? Mashinani yuvish onu mehnat qilyapti. Mehnat qilyapti. Demak, mashinani yuvish deganga mush ibora qanday bo'ladi? Sanam mush igi bo'ldi. Nima mehnat qiladi? Shu mashinani yuvish mehnat qilyapti. Shu igi bo'ladi-da. Shunami? Anda ona keyin hamda ba'zida odatda nima arasanlar, shu dominsi odatda igi bo'lgan chaqda odatda shu igizga ipni ishiltib qanday qilmaydi desanlar, nima qilishgan bo'ladi. Chunki bunda bo'lganda masalan washing the car vaqtida oldi ig'ir keyin yengil xo'rg yengil bo'lib qolgan ishlar emasmi? Shunga hamda buni qo'rchoqiga shakllik ega orqali ishlasak bo'ladi. Masalan, it's no use crying. Demakki hamda crying is no use. Demak, yig'lashning foydasi yo'q degan gap. Haqiqiy egisi nima desam, yarki crying. But it's no use crying. Masalan, studying English is easy. Demakki studying English o'rganish bo'lsa, qanday easy, oson. Endi bu 5 uzun poyezdek oxiri kichikgina shunaqa ma'no degan bir qisqa jumla, lekin ba'zi jumlalar o'zin. Bunda esa qanday desam, bir xil o'ng'aysiz, aytib bevosita ma'noni ifoda bermaydi. Shunami? Shunga it's easy studying English. Shunami? It is easy studying English. Ingliz o'rganish nihoyat oson. Okay. Endi yana birga endi do'ngmingsini bildirsanlar, shu fe'lning nimasi bo'ladi, to'ldiruvchi bo'ladi. Okay. Yoki shuningki endi bog'lovchilarni to'ldiruvchi bo'lib keladi. To'ldiruvchi bo'lib keladi. Masalan, Tom has to finish doing his homework tonight. Endi mishariki has to degan jinsi bo'lishi. Ama finish doing his homework. Demakchi,
Finish doing nimani tugutadi? Doing his homework. Shu topshiriq ishlashni. Endi topshiriq ishlash. Endi igisi nima? Tom. Endi has to finish deganimiz nima? Xabar bo'ldi. Endi mishara doing his homework degan endi object shu nima? To'ldiruvchi degan shu object shunami? Shuna miyar qanday desanglar? To'ldiruvchi keldi. Masalan, I'm not really interested in fishing. Endi chim qiziqadi? I. Shunami? Nima qiziqadi? Fishing. Demek endi fishing mishara to'ldiruvchi bo'ldi. Masalan, I like fishing deyli. Men nimaga amroq fishing? Demak, men to'ldiruvchi bo'ldi. I'm interested in fishing. Desek mi qanday desanglar, o'xshash. Okay, endi qarasanglar, ba'zi nimalarga qanday desanglar, to do deganni ing qilishga bo'lmaydigan ba'zi sifatlar bor. Feel'lar mesela enjoy, imagine, demakchi alga doing qetibchu. Bunga to do qetish qanday desanglar, bo'lmaydi. Masalan avoid, accept, keep, miss deganga. Masalan if you keep talking, please leave the classroom. Endi men yerga keep talking, agar davomli gap qilsangiz, darsxonadan chiqib keting, darsxonadan ayriling. Tushunami? And I really enjoy dancing in front of people. Okay, and dancing. Okay. And the motion o'xshash ba'zi shu qisqa iboralar bor. Masalan, feel like, cannot help, keep on, be used to deydilar. Masalan, nima desam, I don't feel like climbing mountains on the weekend. I don't feel like, nima desam, unda bir I don't feel like demakchi shu hafta oxiri shu taqiyamish qanday desam nima desam toza nim qiyim yo'q xohlamayman degandekchu. Okay, masalan I'm looking forward to seeing you soon. Amda nima desam men sizdan looking forward to seeing you. Amda sizga ko'rishga tashna, taqazza degandek. Okay, amsa yana bir sizga shu doing shekli, ing qatilgan shu harakat nomidan yana nima desanglar, qisqa bo'lgan ikki jumlani birsiga ulashqa ishlaydi. Masalan, he went out of the restaurant. He didn't pay the bill. O restorandan chiqdi, u hisobot qilmadi. Demak, mana shu jumla qaytib etsak nima desanglar, he went out of the restaurant without paying the bill. Okay, endi shu ikkinchi jumla qaytib etganda shu ing shaklda olaversa qanday desanglar, shu qisqa bo'lgan ikki jumla birsi qanday qilinadi desanglar, qaytiladi. Okay. Uni degandan shu ba'zilarga inkor qilishda shu ing qatilgan shaklni olgan natni qaytib etsak, shuni bo'ldi desanglar, inkor bo'ldi. Masalan, he apologized for not writing to you. Okay, endi bu yerda u apologize, u kechirim so'radi. O'zi xoli aytdi for not writing to you. Sizga xat yozmaganligiga u qanday qildi? O'zi xoli aytdi, kechirim so'radi. Xo'sh, hamsa shu mashqni bir ishlaytaylik, savollashsa. Masalan, my job is English. Nima? My job is teaching English. Yaxshimish bu feelingga nima qildi? Teaching. Mening xizmatim bo'lsa ingliz tilida dars o'tish. Okay, and is believing. Nima? Singing is believing. Ming anglagandan bir ko'rgan a'lo degan gap bor. Seeing is believing. Demak, endi shu nimaligimi? Seeing is believing. Okay. And the king said the room is over there. Qanday? Reading room. Demakchi qiraatxona deymiz, shunami? Demak, kitob o'qiydigan joy u yerda. Masalan, I enjoy watch TV bo'lamdi? No, ingliz tilida ikki fe'llarimiz birga kes bo'lmaydi. Shunga I enjoy watching TV. Cho'qim shu do'ming soladi. Demak, harakatdan bo'lish kerak. My letter made me very sad. His not answering my letter made me very sad. Uning mening xitimga javob qaytarmasligi meni nihoyatda parishon qildi. Yoki nihoyat ko'nglimni yerim qildi. Shunami? King said after his homework, qanday qilgan ekan? After finishing his homework. Endi bu harakatni yana bir ega bo'lib keldi, shunami? U topshiriqni tugatgandan keyin he went out to play football. U sirtqa futbol o'ynagan. Qanday qildi? Chiqdi.
Xoş sağolashlar. Bugungi darsimiz mushagicha olsun. Topshiriq nima desanglar, so'zlikni 20 qatim yozish, tekstni cho'qim yodlash. Shunga that's all for today. See you next time. Goodbye.